Oddiy o'yin? Yo'q, bu yozishga tayyorgarlik. Shu harakatlar orqali bola yozishni o'rganishga tayyorlanmoqda. Mayda motorika bu bolaning barmoq va qo'l mushaklari bilan qiladigan harakatlari. Guruchni olish, tugmani taqish yoki rasm chizish shular jumlasidan. Bu harakatlar nafaqat mushaklarni, balki miyani ham mashq qildiradi. Bola yozishga, mustaqil ovqatlanishga va kiyinishga tayyorlanadi. Shuning uchun bolangiz kichik buyumlar bilan o'ynayotganida buni to'xtatmang. Bu o'rganishning eng chiroyli shaklidir. O'ynash bu o'rganishdir. Agar sizga erta ta'lim, mayda motorika yoki bolalarga harflarni o'rgatish bo'yicha tajribalarim qiziq bo'lsa, unda kanalga obuna bo'ling va onajonlarga jo'natib qo'ying.